Yaylağa yolu bilishi mumkin. Sening yaylağa bormi? Albatta, u degan mening yurtimsa, intiqom qilib qo'yib ketaman. Ha, nim bo'ldi? Men bilan birga bor. O'rmonga qaytib ketaylik. Men bilan birga bor. Qani bir gap bo'la. Do'stlar, atdiganda mashari chini qo'ytamsizlar? Shundoq. Yaylağa ketish uchun o'chanish kerak. Ammo bek charchab ketmanglar. Ajab issiqda. Sen yaylaqqa boramsan, men bu. Yo'q, u berishni xohlamaydi ekan. Biz qandoq qilasan, Bimbo? Biz bilan turamsan? Yo'q, menmi boraman. Sizlar ketsanlar, bu yer zerikishib qoladi. Biz hozir ketmaymiz, shunda xiyolimiz bor. Hadi bek yaxshi bo'lg'idek. Faqat hadi nariga birkitma shayayotgan. Mumkin emas. Biz nimish tushunmaysan, bu yerda birkitma cho'shqinni u xat o'zgari. Podshoh yo'lab olgan yo'lda. Beradi. Endi hozirni ber, bundan so'raylik. Yuguraylik, ma'qulmi? Ma'qul. Boshlaylik. Yura. Bimbo. Sen beni tutuyorsun be. Molly, yun na. Mga Bimbo. Bimbo, önkürük kiraylı. Bimbo, birisi.
orman bilan yaylaq qaytish uchun mishadan o'tmay amal yo'q. Sarang bo'ldingmi? Unda qilma Simba. Bu xatarlik. Simba, do'stingga tasalli bermay qarab tursan-ku. Bimbo! Sen kim? Chinma? Men Simba. Simba? Rostmisanmi? Men teg'isini rostini chiqib ketdi debdiman. Men qutulib qoldim. Burkut podshoyi meni qutuldirib oldi. Seni qutuldirganimdan baxoshalman. Rahmat, Simbadan ayrilib qolsam-dek azoblanman. Ikkimiz kichigimizla birga o'ynab cho'ng bo'lgan biz yaxshi do'st. Sen nemishqa u tarafga o'tmoqchi bo'lib qolding? Yaylaqqa boradigan yo'l tepish uchun. Yaylaqqa? Simbaning asli yurti yayloq, mening yurtim shimaldagi o'rmonliq. Siz o'rmon bilan yaylaqqa boradigan yo'lni bilamsiz. Men o'rmonliqni bilaman. O bu yerning shimolida. O o'rmonliq shundoq chiroyli, poyonsiz. Men anlagan. Hamsa yaylaqning nerligini bilamsiz. Mening ko'zim bak o'tkir. Har qanday narsani topa olayman. Oh, bek yaxshi bo'ldi. Undaq bo'lsa yaylaqni topa olamsiz. Albatta topa olayman. Bu tog'ning cho'qqisiga chiqsaqlar, hammani ko'ra olamiz. O kim? Qo'rqmanglar, do'stimiz. Bu yoqqa kel. Biz tog' cho'qqisiga birga chiqaylik. Sen mening ustimga chiq, Bimbo uning ustiga chiqsin. Tog' cho'qqisiga chiqishni eng yaxshi usuli mushu. Tog' cho'qqisida biz atrofdagi hamma narsani ko'ra olamiz. Bek yaxshi bo'ldi. Ajab chiroyli ekan. Shundoq. Simba, ota-bovlaring ana shu yerga yashagan. Ko'rdingmi? Sen bordigan yayloq shu. U dadang turg'aya. Dadam yaylaqni tashlab o'rmonlikqa kelgan. Dadang buyuk podsho edi. Har bir hayvonni qo'g'daydi, hurmatlaydi.
sen bana yeme, kosuğunla sürüyiveme. Kısıp ketdi bugün. Planımızı icra kılışkı teyarlılaydı. Mama. Sizga topshirdim. İntiqomimni eling. Dadang o'rmonliqqa dushmanlarni jazolash uchun kelgan. Opamni asli yolg'iz o'ldiribdi ekan-da. Dushmanlar sening yig'lig'ingni ko'rsa xush bo'ladi. Men opamni yolg'iz o'ldirayotganligini bilmaydi ekanman. Sizlar bu yerda ekansizlar-ku, ajab izlatdinglar meni. Sen bu yig'labsan-ku, nima bo'ldi? Yaralandingmi? Sen yana qaytib kelibsan-ku. Adinaroning javob xatidan keldi. Mana be. Mana. Rahmat. Bu xatni bek muhim degan. Yaxshi-ku. Simba bilan Bimboni tanlabdi. Biri yayroqning, biri o'rmonliqning kelgusidagi podshohi bo'pti. Bek yaxshi bo'ldi. Men ikki podshohga salom beray. Bizni cho'ng iyiq yulduzlar turkumi tanlagan. Men ko'ygan Haki. Mana men. Kela. Yayroq bilan shimoldagi o'rmonliqning yangi podshohlari bilan ko'rish. Biz texi yosh. Bu neymiş? Bir gitme salam beriyotidi-ku. Yurtinglarga tez qaytinglar. Ko'pchilik yo'linglarga qarayotidi. Kelinglar, bayiqiga o'xshash ustimizga chiqarib apirib qo'yaylik. Ular ketamdi. Ota-onamizning qisosini yap bo'lib qondan qaytdimiz. Serikamni kelib chataq chiqaradi. Bek to'g'ri dedinglar. Amisa qaytadigan chig'inglarda andin apirib qo'yaylik.
Gepimiz gelme. Gepinizde turmusunuzchu? Gepimde turmasam, çoğun iyik yultuza Türkime cazalısın. Ha? Yaxşı qoy. Biz ketdik hamsa. Boludu, biz ilaqadek usulda apırıp koyaylı. Yo'q, biz mengib ketamiz. To'g'ri, bu eng yaxshi chiniqish. Xo'sh hamsa. Ula padişahı xas xislat etildiripti. Xo'sh! Nima? Simba bilan Bimbo ketdimi? Endi bayliq tapanmaydigan bo'ldik. Qanday qilamiz? Ular mushundaqli ketib qolganmidi? Shu emasmi? Bizga xo'shmi deb qo'ymaydi. Shu emasmi? Nima, yig'labsan ku? Simba bilan Bimbo ketib, Nega? Burkit podshoh bilan ketdi. Yo'q, ular qisas olmaytirib ketmaydi. To'g'ri. Qaranglar, ular qaytib keldi. Neyse biz gözünü aç. Qarahon. Simba qaytib ketdi. Keldi de. Qaytib kelganinglardan ben xo'sh bo'ldim. Yayla. Simba! Yaman düşküyordun ha? Başta cöydedin, andın vakırdın. Burkit ödümüzden düşüp ketip korkup boygunup ketdim. Sen bürkütük tayinip emez. Özengi tayinip yaylak kaytışın gerek. Özemgi tayinip. Toğra, özengi tayinip. Tan attı, ben bilemem. Ne varmıyız? Yaylakka sana en yaxşı yolunu gösterip koyayım ben. Yaylak bekşirak dursa. Ve yıkı yolunu bilemem. Ben bacım. Bunu oygatmayla bir demle kaytıp gelemez. Yamışıp çık, Simba. Yıkı yol meşene. Bana esir. Kışa. Ornundan tur. Bak. Gözünü aç, Orhan. Simba yayrak kabardıgan en yıkı yolunu izlep ketdi. Ben bilemem, ben sana dadanın kısasını ilişkisini öğütüp koyayım ben. Bimbo. Bende akıl, obdan kara. Ha? Kele, sen geldi. Ben bile öz. Ornundan tur, bundan kısın maharet öğrenemeyse. Kın yan bir kele. Kışa. Kayta, ben küçüğümü de kayta. Katık öz. Korkmay atla. Bomuz yayla kaytamaysa.
ata-ananı öldürgen düşman karşı kırıkta. Bildin mi? Mumkun. Gözünü yoğa açıp kara. Ula aşağıda. Seni tebrikleyemez Simba. Kazandın! Onur ettin! Kazandık. Bizge endi yaylağa bargan yolunu dep beresiz. O yol cismani güç bilen batırlık. Baro, siz degan usul qaysi? Cismani güç bilen batırlık. Toya, cismani kişen batırlık buluş gerek. Tirikçalığım bakak etmedi. Simba bilen Binbo ahir yurtiga qaytadigan eng yaqin yo'l bilan ota-onasining qisosini elish usulining qaysi ekanligini tushundi. U bo'lsa-mu cho'qim jismoniy kuchni oshirib botir bo'lish edi. Barliq ilmiy qoidalarni tushunish uchun ular yana qanday ishlarga duch keladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.